جدد حياة القلب بالقرآن. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Fatiha suresi 1. ayet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her qanday bir yaxşı işni başlaşdan burun Bismillahirrahmanirrahim deyişimizni ta'kidlagan. Çünki Bismillahirrahmanirrahim deyiş qılıbatqan işimizdə Allah'ın yardımını soraş deganlik boludu. Allah'ın izni bilan bugün 4. dersimizni başlap ketamiz. 4. dersimiz bolsa talaffuzi o'qishadigan harflar. Arab tilida talaffuzi o'qishadigan bir necha guruh harflar bor. Ularni o'z maxriji, ya'ni tovush chiqarish o'rnidagi farqlar bo'yicha talaffuz qilish Qur'oni Karimni to'g'ri o'qishda intayin zarur. Bu soatlik darsda bizning tilimizda bo'lmagan ba'zi harflarni qanday o'qish, qanday ayirish degandek mazmunlar so'zlandi. Birinchi bo'lib alif, ayn, hamza. Alif harfi bilan hamza harfi yolg'iz kelgan chaqda hech qanday tovush bildirmaydi. Alif harfi so'zab o'qish rolini o'ynaydi. Tovush belgisi bilan kelgan chaqda alif harfi hamza deb atildi, belgisiz kelgan chaqda alif deyiladi. Hamza harfi harakatlar bilan, ya'ni tovush belgilari bilan o'z yolg'iz yoki alif, ya va vav harflari bilan birlik kelib, mos holda a, i, u so'ziq tovushlariga o'xshash ohangda talaffuz qilinadi. Misol bersak, ab'atha. Bu yerda alif harfi bilan keldi, a o'qitdi. Bu yerda bo'lsa tu'minu. Bu yerda vo harfi bilan keldi va u o'qitdi, tu'minu. Bu yerda bo'lsa sayyi. Bu yerda ya harfi bilan kelib i o'qitdi. Keyingi harfimiz ayn. Ayn harfining maxriji, ya'ni tovush chiqarish o'rni ha harfiga o'xshaydi. Kanayning o'rta qismidan chiqadi har ikkilisi va havo iqimi sirtga chiqariladi. Bu harfni talaffuz qilgan chaqda ichimizdan chiqarib talaffuz qilgandek tuyg'uda bo'lamiz. Diqqat qiladigan bir nuqta bo'lsa, bu harfni talaffuz qilgan chaqda Uyg'urcha so'ziq tovush ohangi bo'yicha, ya'ni ayn deb talaffuz qilishdan qat'iy saqlanish kerak. Bu harfni talaffuz qilgan chaqda boshqa so'ziq tovushlarga o'xshash faqat og'iz bo'shliqlar harakatlantirilmay kanaymi tovush chiqarish qatnashadi. Keyingi harfimiz ta va to harflari. Bu ikki harfning tovush chiqarish o'rni asosan o'xshab ketadi. Faqat farqlaridan biri bo'lsa, to harfi talaffuz qilgan chaqda tilning kayni ko'tarilib, ustinki tanglayga yaqinlashtiriladi. Kayn taraf ko'tariladi va ustinki tanglayga yaqinlashtiriladi. Ta harfi inchik o'qiladigan harf bizning Uyg'ur tilidagi t harfiga o'xshash talaffuz qilinadi. Ta harfi bo'lsa, bu og'iz to'ldirilib, cho'ng o'qiladigan harflar. Shunlash qanday qildik? Buni qizilda bo'yab qo'ydik. Ta harfi kichik o'qiladigan harf bo'lg'achqa, buni qora rangda bo'yab qo'ydik. Keyingi harflarimiz bo'lsa, sa, sin va sod harflari. Bu yerdagi sa, sin va sod harflari hammasi si ohangida o'qilsa-mu, maxrajlarida, ya'ni tovush chiqarish o'rnida farq bo'lganlikdan tovushini farqli ohanglarda talaffuz qilamiz. Til uchining ostingi o'tiltishiga tegish tartib bo'yicha sod, sin va sa harflari, sod harflari bo'lsa, til uchininki ostingi o'tiltishiningki eng ost tarafiga tegadi. Sin harfi bo'lsa biroz ust tarafiga, uchiga, sa harfi bo'lsa ustiga tilninki oldi tarafi, ya'ni uchining oldi tarafi tekkiziladi. Sin harfining talaffuzi Uyg'ur tilidagi si harfiga o'xshab ketadi. Sa harfi bo'lsa tilning uchi ostingi va ustingi o'tiltishlarga tekkizilish orqali talaffuz qilinadi. Sin va ta harflari ikkilisi kichik o'qiladigan harflar. Sod harfining muhim farqlaridan biri bo'lsa, tilning kayni ko'tarilib, ustinki tanglayga yaqinlashtiriladi. Bu harfmi boya deb o'tganimiz to harfiga o'xshash og'iz to'ldirilib, cho'ng o'qiladi. Keyingi harflarimiz ha, xo va ha harflari. Xo va ha harflarining talaffuzi Uyg'ur tilidagi mos harflar bilan o'xshash, ya'ni xi va hi harflari bilan o'xshaydi. Ha harfi kanayning o'rta qismidan chiqadi, boya ayn harfi bilan maxriji o'xshash degan to'q. Bu tovushni xuddi ichimizdan chiqargandek tuyg'uda bo'lamiz, ammo xo harfini talaffuz qilgandagidek kanay qirilmaydi. Ha va ha harflari xo harfiga qaragan chaqda yumshoqroq va injiq talaffuz qilinadi. Xo harfi bo'lsa og'iz to'ldirilib, cho'ng o'qiladi. Keyingi harflarimiz bo'lsa dal va bot harflari. Bular Uyg'ur tilimizdagi di harfi ohangida talaffuz qilinsa-mu, bularningki maxrajlari, ya'ni tovush chiqarish o'rinlari o'xshamaydi. Dal harfi Uyg'ur tilidagi di harfi bilan o'xshash talaffuz qilinadi. Boya deb o'tganimizdek qora rangda bo'yab qo'yganlarimiz kichik o'qiladigan harflar.
Bot harfi bo'lsa, talaffuz qilgan chaqda tilning yon taraflari ikki yondagi iziq tishlarimizga tekkiziladi va tilning keyin tarafi ustunki tanglayga yaqinlashtiriladi. Bu harfmi cho'nqildigan harflardan qizilda bo'yab qo'ydik. Keyingi harflarimiz bo'lsa, zal, za va va harflari. Bularmi Uyg'ur tilimizdagi z harfi ohangida talaffuz qilinadi. Albatta bularning maxrajlarida yana farq bor. Tilning udiltishlariga tegish tartib bo'yicha til uchini ustunki udiltishimizning uchiga tekkizish orqali va harfi, til uchini ostinki udiltishimizning uchiga tekkizish orqali bo'lsa, z harfi tilni sal chiqarib til uchini, ya'ni tilning oldi tarafini ustunki va ostinki udiltishlarga tekkizish orqali bo'lsa, zal harfi talaffuz qilinadi. Z harfi Uyg'ur tilidagi z harfiga o'xshash talaffuzda o'qiladi. Zal harfi til oldi, ustunki va ostinki udiltishlarga tekkizish orqali talaffuz qilinadi. Bu ikkili harf kichik o'qiladigan harflardan. Va harfining farqi bo'lsa, tilning keyni ko'tarilib, ustunki tanglarga yaqinlashtiriladi. Bu harfmi ig'iz to'ldirilib, cho'ng o'qiladigan harflardan. Boy deb o'tdik, ustunki udiltishimizga tekkizish orqali til uchini chiqaramiz bu harfni. 3 va 4 darsning xulosasi sifatida harflarning chiqish o'rinlariga qarab o'taylik. Ig'iz bo'shliqidan alif, vav, ya harflari chiqadi. Kanayning yuqori qismidan xa, g'ayn, kanayning o'rta qismidan bo'lsa ha, ayn, kanayning ichki qismidan bo'lsa hamza va ha harflari. Mayada til, tish deb ikkiga ayriliq amaliyotda bo'la rayon bo'lib, til rayoniga tava bu ikkilisi. 3-soatlik darsda biz tishlarga tegish tartib bo'yicha sanab o'tgan bo'lg'achqa yana shu jadvalgami shu shaklda kirgizdim. Til keynidan qof, kaf, til o'tirisidan bo'lsa jim, shin va ya harflari tanglayga tekkizib turib jim, tanglayga tega tegmas shin, tanglayga yaqinlashib bo'lsa til o'tirisi ya harflari chiqdi. Tilning yon taraflaridan bo'lsa bot va lam harflari, tilning uch tarafidan bo'lsa lam, nun va ra harflari. Bu yerda lam harfi ikkili yig'iliq tilning yon tarafi va uchiga, chunki tilning yon tarafi va uchi har ikkilisi bu tovushni chiqarishga qatnashadi. Tilning ustunki udiltishining yuqori qismiga tegishiga asosan qa, dal, ta harflari, tilning ustunki udiltishining uch tarafiga tegishiga asosan va, zal, sa harflari, tilning ostinki udiltishiga tegishiga asosan sod, sin va za harflari. Lavdan bo'lsa fa, vav, ba va mim harflari, dimoqdan bo'lsa mim va nun harflari. Mim va nun harflari yana o'xshashlar mim harfi bo'lsa lavdan, nun harfi bo'lsa tilninki uch tarafidan deb bu yerga yozdik. Bular o'z maxrajlaridan chiqqandan sirt dimoqdan o'qiladigan bo'lg'achqa dimoq harflari deb ataldi. Bu soatlik darsimiz mushaygacha bo'ldi. Keyin soatlik darsgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر